Sizlarga Andijon viloyat Sultonobod qishlog'idagi 33-maktabda bo'lib o'tgan dahshatli voqeani so'zlab beraman. Men a'lochi o'quvchi ham emasman, ammo sizlarga aytsam, vaqtim maktab payti, dars payti o'rmonda o'tardi. Bu dahshatli voqea xuddi kechagidek yodimda. Bizning maktabga yangi farrosh kelgan. U birozgina g'alatiroq. Farroshdan hamma o'quvchilar birozgina o'zini olib qochar, yaqinlashtirmas edi. Ko'rimsiz odamning hidi juda ham badbo'y va juda ham bir xunuk ahvolda edi. Farroshning ishga kelganidan beriki, anchagina o'quvchilar izsiz yo'qolib qoldi. Qolgan o'quvchilar esa don-daraksiz, go'yoki ular havoga uchib ketgandek yoki qayerdadir izsiz qandaydir bir holat bilan yo'qolib qolganday. Farrosh bolalarni yo'q qilgani haqidagi mishmishlar juda keng tarqalib ketdi. Men o'sha do'stim Bilolga ham bu haqida aytdim va Bilol esa gapimni ma'qulladi. Yaxshisi o'sha joyga borishimizni aytdi, ya'ni farroshning uyiga. Va biz uning uyiga kelgach, u yerga kirishdan oldin birozgina suhbatlashib, eshikni ochdik. Eshik esa ochiq. U yerga kirishimiz qiyin bo'lmadi, sababi farrosh hali ham ishda. Kirgan zahotim butun tanamni qo'rquv qamrab oldi. Ichkariga kirgan zahotimiz qandaydir bir badbo'y hid bizni qarshi oldi. To'g'rida jim o'tirgan, yo'qolgan bolalarning formalarini kiyib o'tirgan to'ng'izlarga ko'zimiz tushdi. Biz birozgina hayratlanib qo'rqayotgan. Yon tarafdagi qisqa yo'ldan esa o'sha farrosh yurib kelayotganini ko'rganimizda qo'rquvimiz yanada oshib ketgandi. Qo'lidagi esa katta pichoq. Do'stim Bilol esa qo'rqma, bu atiga qariya dedi-da va uni urdi, ammo kuchi yetmadi, sababi farrosh uni yerga yiqitdi, hushini yo'qotdi. Men esa do'stimga yordam bera olmaganim uchun yo'lakdan yugurib ketayotgan paytim hushimdan ketdim. Hushimga kelganimda banitsiyada va militsiyalar oldida. Ularga bo'lgan voqeani aytib berdim, ular esa umuman ishonmadi. Do'stimni esa hali hamon qidirmoqdalar. Farrosh esa shu yerda. Men esa o'sha podvalga militsiyalarni olib borganimda, ya'ni farroshning uyida hech qanday iz, hech qanday to'ng'iz yo'q edi.